Qachon bo'lsa bir o'lim, ya bir ko'rim, ochil. Ochilganda bir gap bor, ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslondek yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıpta turuvatıdı. Özleri bir tarafki ketken bolsalar, yaxşı bolam deken deymen. Qachon nur chechib, atar oltin ta. Otmam dikinde bomlig'in hamta. Subhi yordi bu ta. Bari bir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, nusrat tilaymiz. Benim Abduxoliq Uyg'ur, pichonni ammoqchi kammaymiz. Açıl. Nima açıl? Qizilgul açıl. Çerikler yetib kelguncha eshakchilarmu menish tayyorligini qilib, eshaklarga bir-birlab tag'or ortishga kirishdi. Ammo 5-6 eshakka tag'or ortib bo'lmayla cheriklarning oldiga yetib keldi. Ularning otlari semiz, qurollari xil edi. 11 otlar bilan qurollangan bu cheriklar jiddiy yo'l bosatdi. Eshakchilar o'z ishi bilan ovora edi. Yusuf ularga ko'zining quyruqida qarab qo'ydi. Cheriklar bo'lsa eshakchilarga takshi qarab o'tadi. Lekin keyingi ikki cherik ularga bir oz o'rinsiz chaqchaq qildi. Hey, nemishqa bu yerga tushkun qilishib oldi? Sizlar bu ochliqni o'g'irlarga opirib bermoqchimi? Dedi cheriklardan biri varqirab. Uning mundaq o'rinsiz gapi har ikki eshakchining jiniga tegdi. Yosin buning gapiga chidamay sal ishtiklik qildi. Voy xo'jam, kech chiqqan bo'ronni ko'midilimi? Mang'ili bo'lsa yo'limga mangmay nim qilatdim bu yerda. Meni bir kishi olbi itib mehmon qilaman degani yo'q. Dedi u qahri bilan qo'llarini shiltib. Cheriklar uning so'zlariga quloq solamdigan. Qo'l shiltiganligini ko'ribla yana bir cherik o'lgur deb tillab kelib uni qamchilashga boshladi. O'lmakning ustiga tepmak degandek Yosinning bosh ko'zlariga zahardek ochiq qamchi tekkili turdi. U imkon qadar o'zini qochirib beshiga qamchi tekkizmagan bo'lsa-mu, boshqa yerlarga xeyli ko'p qamchi yavaldi. Taki cherikning qo'li telib urushdan to'xtagandila u qamchidan qutuldi. Cherikmi etini qayirib, "Hozirman, kaynimizdan yetib olmaydigan bo'lsam, etib tashlayman", dedi-da, etini yo'rg'ilitib ketib qoldi. "Mavguyla, bikodan bika urib oldi, ha? Xap to'xtab turish", dedi Yasin alamga chidamay. Karvallar qumul yo'lida boshqa yo'llarni bir tang hisoblasa, Sanjapani bir tang ko'ratdi. 180 chaqirim keladigan bu musofa suvsiz cho'l edi. Tunugünkidek qattiq bo'ron ko'p chiqatdi. Yasin bilan Yusuf bu cho'lda bo'ronda qilib bir kecha yotgandan keyin atsi nashtilikqa zolimning qamchisini yeb yana yo'lga ravon bo'ldi. Mangmay nemi chora. Shu kuni yo'lda ketayotgan cheriklarning ko'pligi kishini hayron qoldiradi. Yangi o'tgan otliqlardan keyin yana zo'r bir turkum otliqlar yetishib keldi. Ularning tarkibida zambirakcha qismlarmi bor edi. Har bir zambirakni 4 dan ot so'rab mang'atdi. Bu qismning odam soni ko'p, sepi uzunga so'zilganlikdan nihoyatda uzun vaqtda o'tib bo'ldi. Ularning qarisi yo'qimasdilla piyoda askarlar, o'q-dora, oziq-tulik to'shig'uvchi harvalar, eshaklar to'pi, qator-qator to'gi tiziqlari ko'rinishga boshladi. Ular yiroq qupuqda chekitdak ko'rinadi. Yo'lda yana qumulg'a oziq-tulik opirib qaytib kelayotgan ot uloq harvalarmi ko'p edi. Ular mongdamda bir degandek uchrab turadi. O'ruqlab holidan ketgan eshaklar salton kelayotgan bo'lsa-mu, putini aran yo'tkab mang'atdi. Harva otlarimi putlarini aran yo'tkaydi. Shundoq bo'lsa-mu, harvalar yuksiz bo'lmaydi. Ko'pincha harvalarda 2-3 dan yardar cherik bo'ladi. Beshini tengib olgan, qo'lini bo'yniga esib olgan yardarlar usti ochiq harvada nihoyatda aniq ko'rinadi. Ba'zi yardarlarning engrab vaysashlarimi anglanadi. Bu uzun yo'lda ketayotgan kelayotgan cheriklar.
ot uloqlar va harvalarning ko'pligi bir hisobda shu bir kunning qiziqchiligi edi. Qarang, ani cheriklar. Ularning ostidagi otlar go'yo o'zlarini qumulliqlar mashrabga chillab qo'ygandek ketyotdi. Ot deganni aqlli hisoblagandimu baribir hayvonda. Shuni ular qumulga borguncha beshiga yoki putiga o'q tegadiganligini xiyoliga keltirmay ketyotdi. Lekin cheriklarchi. Ular har qancha qora ko'ngil bo'lsa-mu, baribir odam bo'lg'achqa bir oz o'ylandigandi. Lekin qo'lidagi yangi miltiqlarga ishonsa kerak, o'zlarining o'q tegib yiqildiganligiga parvo qilmay ketyotdi. Qumuldan yongan ot uloqlarning o'ruqliqda yiqilib qolay degan ahvollari. Yardar cheriklarning ko'rinishlari shu kungi qiziqchiliklarning yana bir tarafi edi. Ot uloqlarning tuyoqlaridan, harvi chaqilaridan zulmning ig'ir to'pisi to'kilib turadi. Yardarlarning ko'pligidan qumulga borgan cheriklarning halokatlik taqdiri ko'rinib turadi. Bu ko'rinishlarning hammasi shu kunning yo'l ustidagi qiziqchiligi bo'lmay nima? Yusuf bilan Yasin qiziqchiliklar ichida yo'lning qandoq tugayotganligini sezmay qoldi. Ular Sham bilan Xubdan orliqida ketib yetib, oldi tarafda xuddi yulduzlardek chaqnab turgan nurg'un gulxonlarni ko'rdi. Ya Allah, nima degan jiq gulxon bu? Oldimizdagi askar ozmaydi. Biz musha atrofga tushaylik. U haqi yiqinlashsak, balasi tegidi. Uloqlarimizni 2 kun orom oldirib beqib olmaydigan bo'lsak, qumulga yetib borolmaymiz. Mushiyada bir tup qor yog'och bor. Shu yerga tushsak suvga yiqin. Eshaklar suv ichmagili 2 kun bo'ldi. Bizdan bakarak ustab ketgandi. Yasin so'zligach, eshaklarning beshini qayridi. Bular yo'ldan 200 metrdak chetnab, qor yog'och tuviga tushkun qildi. Tag'orlarni tushirib, eshaklarni ozod qilgandan keyin bo'g'iz to'kib berdi. Tilsiz bechoralar bo'g'izga kirishgandan keyinla, ondan eshakchilar o'z g'imini o'ylashadi. Ularmu issiq bir nima ichmagili naq 2 kun bo'lgan edi. Shunga tavu qandoqdir birar piyola issiq g'izoga tortib turadi. Men suv tepib kelay. Yasin tag'ordan mis cho'ginni elib oldirash yurib ketdi. Suv yiroqmi? Ancha yiroq emas. Birdamda kelaman. Xush yaxsa, biroz o'tin terib qo'y. Dedi Yasin va chapsalla qorong'ulik ichiga singib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uning oxirgi so'zlari qorong'ulik ichidan ochiq anglanadi. Men mugo tagash kelaman. Sen terib qo'y. Chakandlarning atrofida kukum tepiladi. Yusuf o'rnidan turib qandoqdir bir yerlarni farq etmoqchi bo'lgandek atrofga nazar tashladi. Qopqora tun qo'ynida nimalarni ko'rib, nimalarni farq etgili bo'lsin. Uning ko'ziga shu topda osmon gumbuzida chaqnab turgan yulduzlar bilan keng sayda pilildab ko'yayotgan vaqtliq gulxonlarning yalqinlari ko'rinib turadi. Yo'l tarafdan texici manziliga yetib bo'lolmagan cheriklarning oyoq tovushlari, varang churunglari anglanadi. Nima degan to'li cherik bu? Hamma yerda xavf xatar, bo'lang tolang, qamchi zulm. Bularni ko'nglidan kechirib yetib, nima uchundir Yusufning beshi qotgandek bo'ldi. Mundaq bo'lishda ma'lum sabab bor edi. Bu sabab uning zimmasidagi vazifa bilan munosabatlik edi. Bu vazifa to'g'risida bu kamgacha hech kimga tinmadi. Safardishi Yasinga aytmadi. Ammo vazifani o'rindash ishini 1 minutmi esidan chiqargani yo'q. Bu haqda Yasin bilan so'zlashkusi kelgan edi. Biroq Yasinning heliqi qumulliqni ko'rsam degan so'zi uning tilini qotirib qo'ygan edi. Shundaq davatgan odamga o'z ishi to'g'risida so'zlab, uningdan maslahat so'rash qo'rqinchli emasmi? Yasin suv elib qaytib kelgandan keyin ikkisi birlikda kichikina gulxon yoqdi. Bu o't nihoyatda mushkulda tutashdi. Yusuf bilan Yasin tomoqlari bilan o't yelpib avara bo'layotgan bir chaqda yo'l tarafdan bir eshakchi salom berib keldi. Qaysi tarafdan keldinglar? Dedi Yasin uningga tikilib qarab. Qumul tarafdan. Biz texi amdi ketyapmiz. O tarafning vaziyati qandoqroq? Yasinning so'zi tugash bilan Yusuf savol qo'ydi. O tarafda urush qizib ketdi. Eshakchi ularning yenida yukinib o'ltirib so'zlashga boshladi. 8 eshak bir qichir bilan chiqqan edim. 5 eshak yo'lda o'ldi. Qichirimni Goslingning odamlari bo'lib ketdi. Menga oshqini 3 eshak.
u eshaklar hali o'lamdi atimi xudo biladi. Bugun naq 2 kun bo'ldi. Eshaklar bir nima yegini yo'q. O'zim o'tizlik bir nima ishmidim. Oldingi kuni lavdingda eshaklarni birdanga solab qo'yib edim. Shu yerda balkim ancha-muncha chechilgan samonlarni yegandi. Saman bo'lmasa tezak yegandi. Atsi yana haydab mangdim. Hay, bu zulm hammadan bak mushu hayvonlarga keldi. Yo'lda o'lib ketgan ot eshakning hisobi bo'lamdigan. O'qda o'lgan, sovuqda o'lgan, ochliqda o'lgan. Hayvon degan tilsiz, dodlab bir yerga borolmagan yoki tilab bir narsa topolmagan. Kelgulik mushu jonivorlarga keldi. Hay, 2 chorakdek bo'g'iz bor edi. Shuni yigizib pichonga yetib olsam, uning nerisiga amal qilaman desam, oldingi kuni kashda 2 cherik oldimni to'sib, miltiqlarini sharaqlatib, o'sha bo'g'izni tortib oldi. Uloqlarim yo'lda nima yeydi deb esilsam, itibatkili qil qoldi. Eshaklar qani? U yerda yotqizib qo'ydim. Tag'arda bo'g'iz bor, elib eshaklaringga yegiz. Atiganda beray. Hozir esa atiligi putqulig'i jon kirdi emasmi? Erinma. O't gullab yanmaganlikdan cho'gin texicha qaynamagan edi. Lekin cho'gin qayntalmagan bu o'tning yalquni qorong'u kechida yiroqlarga ko'rinadi. Shuningdek, tag'arlar bilan yasalgan tomning ichida ma'lum bir doirani yo'rtatdi. Eshakchilar cho'ginning baribir qaynaydiganligiga ishonadi. Shunga non tag'irdan non elib, yog'och cho'chaklarga chilab, cho'ginning qaynishiga taqozo bo'lib o'ltirishdi. Ularda go'sht yo'q edi. Shu topda cho'gin qaynasa, nonlarni yumshtib issiq yevilishni qo'y so'yib sho'rba ichgandanmi afzal bilishadi. Baxtga yarasha cho'gin shing'ildidi. Hammaylan o'z ishtahosini cho'ginga to'g'rilab o'ltirganda, osmondan tushgandek 2 cherik paydo bo'ldi. Hey, kimslarni o't yoq dedi? Tuyuqsiz anglangan bu ovozdan cho'chigan eshakchilar burilib qarab, o'zlariga yaqinlab qolgan 2 cherikni ko'rdi. Ularning chiroyi o'tning sho'lisida xuddi helili go'rdan chiqqan o'liknikidek surlik ko'rinadi. O't qalashga kim ruxsat qildi deyman? Yoki sizlar tog'dagi o'g'irlarga o't yiqib belgi bermoqchimi? So'z bilan tang miltiqlarning jiyisini sharaqlatgan cheriklar devaylaydi. Ozroq choy qaynatib ichaylik debdiq. Qaynadimi? Oz qoldi, chapsan qaynat. Choyni qaynatib elishimizga yo'l qo'ygan o'xshaydi deb tushungan Yasin o'tni shilab to'miqi bilan yelpib cho'ginni oldirash qaynatdi. Qaynadimi? Qaynadi. Ko'tiribman. Dedi cherik buyruq qilib. Yasinning bu ishga ochiqqa kelgan bo'lsa-mu, miltiq oldida yavash bo'lmay mumkin emas edi. Shunga u ortiq gap qilmasdan to'miqi bilan cho'ginni beg'idan tutib ko'tirib, o'rnidan turganda cheriklar qolgan o'tni tepib chechib etib, uni oldiga selib ketdi. Chorak soatdan keyin qaytib kelgan Yasin ochiqida cho'ginni jaloqqida tashlavatida g'o'dingshib, "Soladigan choy bormi?" dedi. Ochchig'imda eshakning tezligi bordigili qil qoldim. U gapni qilmag'ining yaxshi bo'pti. Nega opirib berdi? Bosam 2 harbi turibdi. Otni yerib qolgan o'xshaydi. Harvlarda yardar cheriklar bor ekan. Qaynoq suvni shularning qochlariga qo'yib oldi. Kerak yo'q. Tez amon qaytib kelganing yaxshi bo'ldi. Eshakchilar o'tkir tishlari bilan qattiq nonlarni yeyishga boshladi. Bular non yeb o'tirib yana bir muncha so'zlashdi. Qumulliqlar bilib, taq chiqib olgan ekan. Nimani bilib? Nimani biladi? Bu xalqning askiligini bilib. Tunagin deganlaring nimaga hisob? O gapdan yenib oldim. Mana endi qumulliqni ko'rsam, saqlig'i tavob qilaman. Endi aqlinga keldim. Ular jinidan to'ymasa, issiq makonlarni tashlab taq chiqmaydi. Hammaylan sukutga patdi. Ularning og'zidagi nonning g'uruslagan ovozila oraliqdagi jimjitlikni bosib turadi. Hay, heliqi guylarning miltig'ini tortib olsak bo'pti ekan. Tortib olib nima qilading? Elibli taqib ketmamdoq. Ras shunday qilamsan? Qilaman. Hammani ko'rib turding-ku. Bu haqqa jim turib bersang, mushundoq azob qisilib, qiynab o'ltirgidek. Mundaq behuda o'lgicha taq chiqib qo'lingga qurol elib, dushmandan bir nechini o'ltirib, ondan o'lsang, o'g'il boladek yashagan bo'lasan. Mushundoq o'lim nasib bo'lsa, odamda nima armon? Ular non yeb bo'lguncha yana bir muncha mungdashdi. Erib ketgan eshakchilar oxir tag'orlarga yo'linib, sherin uyquga ketishdi. 23-bob. Yoyi jisalarga bir ish tepilg'usizda. Ish tepildimi bo'ldi. Shahar degani beshiga kiyib oladi.
yezi sahrolarni yer tavragandek zilzilaga keltiradi. Ular shundoq o'rgangan. Ular havo guldirlatib teri taraqlatishga, eg'izdan ko'pik chochiritib, ko'zlarini chekchaytib, odam qo'rqitishga, bök akal desa bosh kesib kelishga intayin mahir. Ularga Urumchidan Lizon silim keladi. Dan saroylarni tozalab naq qilinglar deb vazifa tushgan edi. 2 kundan buyon ular mushu vazifani o'rindash uchun shahar deganni o'ngtay-to'ngtay qilmoqda edi. Utur kelgan shahar aholisini tutib elib, dan saroylarni tozaltatdi. Yezlardan avatilgan amgak kuchlarini haydab yurib, uy-uydan kat, zilcha, kigiz yig'ib saroy uylariga soldiratdi. Qozon qo'mish ostiratdi. O'tun, saman, to'g'u o'rdak, hatto tuxumgacha toptirib kelib, hammani taqqilatdi. Chopsan bo'linglar, Urumchidan keladigan mehmonlar undaq-mundaq kishilardan emas. Zonsiling degini hammaning ustida turadigan bosh qo'mondan degan so'z. Loyiqida tayyorlab ko'msak, ishimiz chatoq. Deb varqirab-charqirab ko'chalarni beshiga kiyib olgan edi. Lekin yurt xalqi yoylarning bu xil davronlariga oncha pisand qilmaydi. Chunki ular qumul dehqonlar qo'zg'oloni boshlanib, 1 yilga yetmagan vaqt ichida mundaq eti ulug' supurisi quruq sarkardilardan necha o'nni kutgan. Ularning qumulga berib uzun o'tmayla sug'i tushgan chashqandek titrab qaytganligini ko'rib, masxir qilishgan edi. Ular yana Janubiy Shinjang tarafda necha yil yurt so'rab, zolimlikdan nom chiqargan Judutay, ya'ni Oqsuv valisi ham Silangi Juruichi. Jinshurunning atoqliq sarkardalari Lu Xiaozu, Jiang Zixing, ya'ni Jiang Peiyuanlarning qumul tarafga mong'andagi hayvisi bilan qaytishida bo'ronda qolgan tulkidek quyruqini chevisiga qisib o'tganligini masxir qilgan edi. Kishilar, "Qani, bu Li Zonsiling qanchalik nemikin? Buning iti Li Hayro ekan. Li Hay degani yomon, Binsiba degan so'zg'u. Qani buning binsi qanchlikkin?" deyishadi. Qo'shin yiqilib kelmoqda. Ularning hammasi o'z mantiqasi bo'yicha xalq qo'zg'olonini hayva, besim, qo'rqitish, urush so'qish, etish-chepish bilan bostirib tashlaymiz deb hayva bilan keladi. Li Hayru sharqiy yo'lning bosh qo'mondoni bo'lib tayinlangandan keyinla ko'ranligan edi. Jinshurun bergan uzitish ziyofatida u qadah so'zi qilib, 3 oy ichida qumul dehqonlar qo'zg'olonini bostirishga qattiq va'da qilgan edi. Jinshurunmu alohida e'tibor berib, uning qo'l ostidagi to'liq bir batalyon muhofizatchi qo'shinni Angliyadan setib olgan 11 atar miltiqlar bilan qurollantirgandan tashqari, uningga bir rota zambarakchi qism qo'shib, hayvisini texmi oshirgan edi. So'ngsiling yana o'q-dora va boshqa harbiy ta'minot buyumlarini yetarlik olgandan boshqa, maslahatchi hisobida Xidingbang, ya'ni Nurbek, Mahmudbek, Nosirbek qatorliq 3 kishini birga elib olgan edi. Ular Urumchi siyosiy qonun maktabini bitirganlar edi. Bu 3 kishi yaramliq otlarga minib yo'l bo'yi uzun-uzunga so'zilgan qo'shinlarning birdam oldida, birdam keynida ish qilib, xohlagan yerda erkin yuradi. Tushkun qilgan o'tang va shaharlarda gohida shtabning o'ziga, gohida shtabga yaqin joylarga yoki fuqarolarning uylariga tushib, imkoniyatning boricha ta'minot o'rinlaridan o'z oldiga ayrim ta'minot elib rohatlanadi. Ba'zida biror poqlon oldirib o'zlarini yaxshi kutadi. Qo'mondonlik shtab a'zolari ichida bu 3 kishining zodi qanchalik inovati borligidan qat'iy nazar, fuqarolar ularni alohida cho'ng ko'radi. Ularmu lab so'zlab o'zlarining cho'ng ko'rsatishni biladigan kishilar bo'lganlikdan bir gapning ikkisi bo'lsa-la, Lisiling undaq dedi, Lisiling mundaq dedi degandek so'zlarni qilib o'zini ko'rsatdi. Bu kishilar Jinshurun hokimiyatini jon dili bilan himoya qiladiganlar bo'lg'achqa, qumul dehqonlar qo'zg'oloniga nisbatan o'zgacha qarashga ega edi. Ularcha bo'lganda qo'zg'olon chiqmasligi, chiqqan ekan bostirib tashlanishi kerak edi. Bu qitim qattiq g'azabga kelgan hukumat butun kuchini safarbar qilib, mashhur sarkarda Li Hayruning bosh qo'mondonligida qumulga avatkachga, ular qumul dehqonlar qo'zg'oloni bu qitim cho'qim bostirilib ketidi deb qat'iy ishonadi. Shunga yo'l bo'yi bu fursatdan foydalanib, xizmat ko'rsatish bilan o'zlarining kelgusi jonijon manfaatlarini zich bog'lab, sherin xiyollarga g'arq bo'lib,
manzillarga qandoq berib qolganliklarini to'ymay qolatdi. Turpanga yaqinlashganda 3 otliq mushavir qo'shindan jiq oldiga ketgan edi. Ular yemchiga yaqin bir joyga kelganda samon bosgan bir qancha harviga yetishdi. Harvikashlar harvisini cho'ng yo'lga selib qo'yib, payzi bilan ochil naqshisini aytib ming'atdi. Nurbek harviga yaqinlab naqshiga bir pas quloq solgandan keyin harviga yondab kelib, "Adash, naqshan qaltisqo", dedi chiroyiga kamtarona tus berib. "Hay, zerikib aytdiq", dedi harvikash Nurbekning xushxuy alposiga qarab. "Zerikib aytib yoki maqsadlik aytib o'tamsan? Bizda nima maqsad bo'lsin? Atigan o'rnimizdan qopsaq, Shangyoning odamlari kelib, Urumchidan Liqayslan kagudak bir harbi samon opirib bergin dedi. Bizda nima maqsad bo'ladi deysiz? Nima? Urumchidan kim kagudak? Kimligini nim bilay? Urumchidan Liqayslan kagudak deydi-ku. Liqay degani nimasi endi? Men nim bilay? Xalqlardan so'rasam, Liqay degani yomon degani deydi. Shuningga qaraganda kelayotgan silingning binsiba o'xshaydi. Liqay Rusiling yetib kelguncha uning binsibaligi Turpanga yetib keldi. Bu cho'ng shuhrat. Buni silingning o'ziga ma'lum qilib, xush qilib etadigan bo'ldim. Lesiling to'g'risida yana qanday gaplar bor? Dedi u yana bir oz dasmoy topmoqchi bo'lib. Harvi kashma bo'sh emas edi. Nurbekning turqiga qarab, qandoq odam ekanligini allaqachon tushunib yetgachga, uni texmi rozi qilish uchun javob berdi. Liqay silang kelib etibdi deganni anglab, kishilar nihoyatda xush bo'lishdi. Qumulga avval borgan silinglarning hammasilar qarg'i kammidi. Bu qitim dinsiba siling berib, qumulliqlarni chapsonroq besiq tursa, saman to'shiydigan ishlarimiz tugaydi. Aram tepib, teraqchiligimizni qilgudakmiz deb hammasi xushal. Harvikeshning sodda so'zlaridan qanoat hosil qilgan Nurbek orqada kelayotgan hamrohlarini chaqirib, "Mahmudbek, Nosirbek, nasila?" dedi-da, otni beqindab Harvining oldiga o'tib ketdi. Mahmudbek, Nosirbeklar otlardan damishitib Nurbekka yetishganda, Nurbek o'zi topgan go'hardek esil dasmoyi to'g'risida eg'iz ochmasdan so'zni boshqa yoqqa burab, "Begim, bu haq ochil, gul ochil deb bag'udek naqshi aytadigan. Bu qanday naqsha?" dedi bu yanqi ishga hamrohiga tan qarab. "Bu bir naqshi-ku, nim bo'lmoqchi?" Yo'q, bu bekor aytilayotgan naqshi emas. Bu haqsa bekordan bekor ochil demdi. Nimani oshmoqchi? Buning tegida bir gap bor taqsir. Nosirbek javoblashmasdan mag'lub bo'lgan tarzda jim bo'lib qoldi. Mahmudbek so'zga qo'shilib o'tirdi paydo bo'lgan o'ng'aysizlikni tuzatmoqchi bo'lgandek, "Ochil, gul ochil. Ochilganda bir gap bor deyotmamdi. Nurbegim aytgandek, albatta buning tegida bir gap bor. Bu naqsha qumulliqlarni chilayotgan naqsha yoki ular chiqquchi o'zlari ichiladiganga tayyorlik ko'rib aytayotgan naqsha?" Nurbek bu masalada to'liq ustunlikka ega edi. U ovozini ko'tarib so'zini davom qildi. "Bizni nima deb maslahat chiqib akaldi? Bizdan kutayotgan maqsad bor. Undaq bo'lmasa bizni nima qiladi? Bizni bir nima biladi, bir ishlarni sezadi deb akaldi. Shuningga yarasha kallimizni sagak tutib, bir ishlarni sezib, bir xizmat ko'rsatmaydigan bo'lsak, tanobimiz tortildi jumo." Ular birdilla jimib qoldi. O'zoyidan qaraganda uchelisining allaqanda xiyollarga ketganligi ko'rinib turadi. Bularning ichida Nurbekning ko'zlari o'ynab, ruhi tetiklashib, ko'kragi kerilgan edi. Chunki u xizmat ko'rsatishning yetarlik dasmoyisiga ega bo'ldi. Mahmudbek xotirjam ko'rinadi. Chunki uning biror dasmoyisi bo'lmasa-mu, Nurbekning so'ziga qo'shilgan tarbi bo'lg'achqa top tanidan qutulib qoladi. Nosirbek g'amkin edi. Chunki u aqllisi ochilning qandoq naqshi ekanligini tushunmagan, sezmagan, hatto naqshigu deb sal qarab bu jihatni ketkizib qo'ygan edi. Lekin hech nimadan qo'rqmaydi. Har qanday qiyinchilikni o'zining yavash mo'minligi bilan yengib ketalaydi. Shu topda ularning o'tirsida hukm surayotgan jimjitlikni ot tuyoqlardan chiqqan tovushlar bilan otlarning onda-sonda purqib qo'yishlari buzatdi. Bular Saydixon davinidan yuqori o'rlab tuzlanlikka chiqqanda yo'lning sharq tarafidagi ko'jum mahallalar bilan egiz o'sgan baraqsan teraklar bo'stondek chiroyli ko'rinishga boshladi. Urumchidan Turpanga kelgan odam go'yo bog' ichiga kirib qolgandek his qiladi ekan.
dedi Mahmudbek hissiyatini ichiga sig'dira olmay. Men Turponga kelsam, xuddi o'z yurtim ko'rlig'i berib qolgandek bo'laman, dedi Nasirbek ulug' kichik tinib. Men hilqi naqshini anglabla Turpondan qon purab turgandek his qildim, dedi Nurbek olisiriq bo'lib. Chashqonning o'lgisi kelsa, mushukning quyrug'iga esilibdi degandek, bu haq ochil deb ichilib qo'yib, shundoq yaxshi bog'vorallarni xonavayron qilmag'iydi deb yuragim og'riyotidi. Xudo saqlasin. Og'zimizni ushitmayli begim. Bular yana jim bo'lib qilishdi. Toki shahar ichiga yetganga qadar hech kim og'iz ochmadi. Shahar ko'chalarida odamlar shalon ko'rinadi. To'la odamlar ehtiyot yuzasidan o'zini qochirib, yezlarga chiqib ketganlikdan qeri-cho'ri meyib odamlarla shaharda qolgan edi. Shahardagi saroydanglarni lihay silan kelgudek deb tozalab taq qilgan. Ta'minlash punktidan mazkur saroylarga 10 guruch o'tin ko'mir yo'tkab zapas qilingan edi. 3 otliq maslahatchi Turpon yangi shaharda so'rashtirib yurib, ma'lum to'nchining uyiga tushkun qildi. Sahibxona bilan mehmonlar burun yuz ko'rishmagan bo'lsa-mu, lekin bir-birining ismlarini anglashib, g'oyibona tanishganlikdan qadimas do'stlardek qizg'in ko'rishdi. Sahibxona ularni mehmonxonasiga taklif qilib, izzat ikrom ko'rsatdi. Darhol choy tayyorlab, dasturxon soldi. O'zlari bak mashhur odam, deb so'z ochdi Nurbek choy ustida. Mening uzundan buyon sizlar bilan bir ko'rishsam deydigan orzuim bor edi. Mana bugun nisib bo'pti. Men har qaysilarining ism sharaflarini uzundan anglab, ko'rishga tashna bo'lib kelayotgan bir muxlis. Bugun mana har qaysilarining keladiganliklari, ko'rishdiganligim o'n uxlab bir tushimda yo'q edi. Iroda degan mana shu. Bu bir mo'jiza deysizlar. Nima degan katta xushallik. Hozir men yerilib ketgudek xushalman, dedi sahibxona go'shtli qo'lini ko'ksiga qo'yib. Ular choy ustida chorak soatcha paranglashgandan keyin Nurbek o'rnidan turib, "To'nchi begim, kash kirib qilyotdi. Biz bugun o'zlariga mehmon emas, safar ustidagi odamlar. Mehmon bo'lish uchun ayrim kelamiz. Yurt tinchaqab, hamma ish joyiga tushganda Turponga alohida kelib, mehmon bo'lishga va'da beraman." Nihoyat yaxshi, nihoyat yaxshi. Sizlar bizga ta'minot o'rnini ko'rsatib qo'ysizlar. Biz berib ta'minot oldirib kelaylik. Ondan kang tasha o'ltirmadik. Ay, mundaq gapni qilg'uchi bo'lmasizlar. Har qaysilarida katta mehmonlarni to'yga o'ltiribmi akagili bo'lmas. Bu o'zi shahri Turpon. Har qaysilari Turponga kelgan mehmon. Turponga kelgan kishi avval ombalni so'raydi. Ondan keyin to'nchini. Mening qandoqli bo'lsin, palonchi to'nchi degan etim bor odam. Shundoq turuqliq, bugun mening uyimda shundoq gaplarni qilishsizlar, menga sat bo'lmamdi. Xotirjam o'ltirsizlar. Berib kelsak yaxshi bo'ladi. Ta'minot o'rnini ko'zdan kechirgach, shaharni ko'sak deyman-a? Shaharning hamma yerini aylantirib, tomosha qildiray. Buguncha xotirjam yilib o'ltirib orom ilishsizlar. Ortiq safarda odamga bak horg'inlik yetidi. Men-g'u bir kun otliq mansam, 4-5 kungacha badan beshimni ololmay qolaman, dedi-da o'zi sirtqa chiqib ketdi. Namoz degar vaqtida to'nchining uyiga bir harvida oshliq, qo'y, to'g'u, qo'g'un tavuz, uzum qatorliq ne'matlar keldi. Uning orqasidan Ro'zi mulla yetib kelib to'nchi bilan ko'rishdi. To'nchi shu an uni mehmonlarga tanishtirmoqchi bo'lib, uyga boshlab mandi. Har qaysilari aslidilli talaylik. Mana bu inim har qaysilarining kelganligini anglab, hammani taqlab gapdi emasmi? Sahibxona Ro'zi mullani agashtirib eshikdilla so'zlab kirdi. Mehmonlar o'rnidan turmayla Ro'zi mullaga qo'l berib ko'rishib, uni o'ltirishga taklif qildi. Ularning bu iltifoti Ro'zi mulla uchun olamcha xushallik edi. Shunga u hayajonlangan holda ulardan bir-birlab omonlik so'rab chiqdi. Bu chaqda sahibxona uni tanishtirdi. Bu inim Turponning ta'minot ishlarini gulni-gulga keltirib yaxshi boshqaryotdi. O'zi nihoyat usta xattot. Yun qalamda xat yozsa shunda chiroyli yozdi. Ismi Ro'zi mulla. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Mushundaq yaramliq odamlar bo'lmasa, yurt ishlari qandoqmi yurishidi? Sahibxonaning tanishtirishi bilan mehmonlarning so'zi yog'dek xush yoqqan Ro'zi mulla birdila samirib, eg'irligi necha hassa eshib ketgandek jim o'ltiradi. Shu oralikda sahibxona tashqariga chiqib ketdi.
Bu fursatda Nurbek uning bilan texmi pishiq tonishmoqchi bo'lib so'z ochdi. Adash, o'zlarining xizmati yomildimi? Yo'q. Hozircha ta'minot ishlariga yordamlashyapman. Yaxshi. O'zlaridek qo'lidan ish keladigan odamlarning hukumatga yordamlashgani yaxshi. Shunda qilib, o'zlari qaysi maktablarda o'qigan? Bir mazgil madrasadami o'qigan, keyincha Sho'tangdami o'qidim. Bu yaxshi ish-ku. Ikki bizlik pichoqqa o'xshash, u tarafgami, bu tarafgami o'ssa, bu degan alohida qobiliyatda qachonlarda o'qigan. Men go'ning 14-yili. Abduxoliq Boyvachchi bilan birga o'qiganmi? Ikkimiz bir qarorda. Abduxoliq hozir bormi? Nima ish qilyapti? Nurbek Abduxoliq Uyg'urning ism sharifini allaqachon anglagan. Bo'libmi, Xanzuchini yaxshi o'qiganligi ham shoirligini anglab ko'nglida uningga nisbatan oshnolik hissiyoti tug'ilgan. Shuning bilan bir vaqtda hasad tuyg'usimi paydo bo'lgan edi. Shuni u qiziqib so'rashga boshlagan edi. Umi o'zi bilgancha bir ishlarni qilib yuriyotdi. Nima? U kishi hukumat ishlariga yordamlashmadimi? U kishi ochil deb naqshi aytibotdi. Nima deganlari bu? Umi ochil demda? Ochil deydiganlarning boshlamchisi shu. O'tgan yili maktab bolalariga ochilni o'zi o'gitib qo'shilib aytib edi. Shuning bilan butun yurtga tarab ketdi. Bu ish qamlashmabdi. Undaq bo'lsa bo'lamdi ekan. Bu ishdan Yamulning xabari yo'qmi? Bu to'g'rida men ambaliga qancha qitimlab ma'lumot yozdim. Yamul bu naqshini aytmanglar deb e'lonni chiqadi, lekin ularning aytgani aytgan. Ro'zi mulla gap oraliqida bir ikki qitim asnab qo'ydi. Uning asliganligiga qarab apyun xumori borligini sezgan Nurbek gapni aytib o'ltirmayla. Adash, uyda chiroq borga o'xshamamdi. Zerikkanlarda ancha-muncha tatib qo'yaman. Agar mehmonlar xolisa, oqshomlik bu yerga akelsam bo'ladi. Yaxshi gap. Harduq chiqdi. Qandaq Mahmudbek, ko'ngillari tatamdi. Mahmudbek bir nima deb javob berguncha sohibxona kirib keldi. Nurbek darhol uningga burilib, Tonchi begim, o'zlarini oqshomlikqa bir oz besaramjon qiladigan bo'ldik. Qani, xo'sh, farmon bardor, xizmatlariga tayyormiz. Og'inimiz Ro'zimulla oqshomlikqa bizga chiroq qurib bermoqchi bo'ldi. Shuningga ular bir oz o'ltirish qilsak, bu o'ltirishga Abduxoliq Uyg'urni taklif qilib, uning bilan bir oz suhbatlashsak qandoq bo'la? Nihoyat yaxshi xiyol bo'pti. Bugun oqshom Tonchining mehmonxonasida katta dasturxon selinib, qand kezak, mevichi va non to'qashlar mo'l tizilgan edi. Uyning to'ridagi bulunga apyun chirig'i o'rlashtirilgan bo'lib, Ro'zi mo'li bilan Nurbek ikkisi yonboshlab yetib, apyun chekishyotdi. Nurbek odatlangan apyunkash bo'lmasdan ko'rsam xumari edi. Shunga u Ro'zi mo'liga o'lpat bo'lib, biror g'anzi chekishgach, asosan Abduxoliq Uyg'urning kelishini kutatdi. Shoir sham bilan qubdan orliqida keldi. Sohibxona to'p-to'g'ri mehmonxonaga boshlab kirganda, shoir kiribla topsida dong qaytib turibli qoldi. Uydagilarning hammasi tangla o'rnidan turib qarshi oldi. Kasli, yuqur o'ssilar. O'rnidan qimir qilmagan shoir uy ichiga tekshi qarab, Xato kirib qoldimmi? Go'yo tilsimotdek bir yaga. Nima deganlari u? Nima deyotdilar? Shuncha yiroq joydan oldilariga kelsak, izlab qo'yay demakti yo'q. Bizni yo'llariga qaritib intizor qildilar. Amdilik tikilib, tilsimot deb yurdilar. Bu zodi qandoq gap? Kaslar ko'rishayli, yuqur o'ssilar, dedi Nurbek. Siliniza, bulondagi chiroqni ko'rib, arvohlari 40 gaz o'rlab ketdi-ku deyman. Nosirbek shoirning ko'ngildagini topgandek so'zlab kelib ko'rishdi. Puhralarning yirigini ko'ydirdigan bu nejis chiroqni rostdan essam, ko'ra ko'zim yo'q, dedi shoir bulondagi apyun chirqiga va uning yenida yonboshlab yotgan Ro'zibullaga nafratlik qarab. Ondan ko'rsatilgan o'ringa o'ltirdi va hayol bo'lmayla fotiha qildi. Unchalik deb ketmasaymi bo'la? Bu chiroqmi loyig'ida kuyib turmasa bo'lmas. Bo'libmi, hukumat xizmati ishlayotgan sizlar bizga o'xshash odamlar atidan kashkicha xalq uchun ishlab charchaymiz. Shunda chaqlarda chiroq yiqib, biray yerim g'anzi tamaki chekib bordiq chiqamsak bo'lamdi. Bu taraflaridan qaraganda bu ishni tan ko'rib ketgili bo'lmas deyman. Mening tushuncham undaq emas.
Hukumatga yulinib olganlarning xalq xizmatini qilishi notoyin. Ular xalqqa zulm silib, payxonlarini cheqib, yilik to'plab, oqshomlari mo'shindaq kayib sapa so'rinlarda nijosatlik apyun chiroqlarini ko'ydirsa, bu ishlarni tong ko'may, ularga nafratlanmay bo'landi. Bu chiroqqa nafratlanishli emas, balki uni hukm talqon qilib o'tish kerak. To'g'ri, Abduxoliq apandimning aytganlari to'g'ri, dedi Nosirbek shoirning so'zini quvvatlab. Chunki u hech qanday kayibda yo'q edi. Shunga u o'z mijozini chiqish nuqtasi qilib shoirga qo'shilgan edi. Nurbek kayfiyatda burilish paytining yetib kelganligini pamlab, shu on Nosirbekning so'ziga qo'shilib beshini langshitdi. Amaliyotda u chiroq masalasidagi ustunlikni o'tinib berish orqali shoirning kayfini ko'tarmoqchi bo'lgan edi. Turpanga kelib, Abduxoliq og'inimiz bilan ko'rishmay ketsak, xuddi Qashqarga berib, Abba xo'jamning saylisini ko'may kelganga o'xshash bir ish bo'g'idek deb talab qilib edik. Tunji begim talabimizga yetkazdi. Mana, shoir bilanmi ko'rishdik. Nima degan yaxshi. Agar ko'rishmay ketgan bo'lsak, rostilla armonda qolatdik deyman, dedi Nurbek so'zni boshqa yoqqa boshlab. Go'yo u bu so'zlar bilan shoirning ko'nglini ufitib, o'ltirishning kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'lgandek qiladi. U so'zning oxirida Nosirbekka "Qandoq dedim begim, gapim to'g'rimi?" deb savol qo'ygan bo'lib, uningga "Sanmi shoirning putiga kesak qo'yish bergan" degandek ma'nilik qarab qo'ydi. Ammo Nosirbek Nurbekning qarisi bo'yicha emas, balki ko'nglidagi so'zini so'zlashga boshladi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, men Abduxoliq apandimning nom sharifini anglab, u qandoqroq yigitdi, uni bir ko'rgan bo'lsam deb orzu qilib kelgan edim. Mana bugun ko'rdim. Mana yegan ishkandek, qaddi qomatlik, kelishgan yigitgan. Yaraydi, menga yaradi. Yana men Abduxoliq apandimni katta shoir deb anglagan edim. Bugun bizga bir she'r o'qib bergan bo'lsa, bak xush bo'lgan bo'latdim-da. Nosirbekning taklifi o'tirg'i qo'yilish bilan hammaylar xushal bo'lishib, shoirdan she'r o'qib berishni talab qilishdi. Shoir ko'pchilikning mundaq talab qo'yishini kutmagan edi. Shunga u biroz o'ng'aysizlangandek bo'ldi. Ko'pchilik "Xo'sh qani" deb go'yo shoirni to'rt tarafdan iskanjaga olgandek qistaydi. Shoir birdilla saskandida ko'zlaridan g'azab uchqunlarini chochirtib she'r o'qishga boshladi.